Onundan başqa mushu növbət sızılğan narsa yana şundaq oyma yoki ko'pinki holatda chiqarishning amali bormi? Deb kallangizda o'ylashingiz mumkin. Ma'lum bir xil oddiy usul ekan-ku. Onundan boshqasi bor. Ya'ni tanlash qurolini ilib, yo'tkash qurolini tanlab turib, tanlangan rayonning control D knopkasi bilan yoki tanlashning ichidagi tanlashni bekor qilish buyrug'i bilan, tanlashni bekor qilish buyrug'i ekan-ku. Tanlashni bekor qilish buyrug'i bilan tanlashni bekor qilib deb, ondan keyin bu qurolninki tanlash taqtisida o'zgartirish ramkasini ko'rsatish degan buyruqning, ya'ni tanlashning oldiga belgi qo'yib olsangiz, ma'nosi chiqadi. Chiqqandan keyin sizlar ma'ni ustiga birini chekib deb, mousening o'ng knopkasini ustiga chekib, ma'arliqdan almashtirib turasizlar. Ya'ni gorizontal holatda, vertikal holatda. Naqsanglar endi o'yilib ketgan shakl keldimi bu? Abiyaqisi ko'pinki mauchu o'ttiri o'yilib ketgan ikki taraf ko'p chiqqan petin holatga kelib qoldi shundaqmi? Mushkil o'zgartirishlar, knopkaninki o'zgartirish shakllarini.